Xush kelibsizlar akalar, salomat bo'linglar, kelib turinglar. Rahmat, salomat bo'lsinlar, xizmatdamiz. Safardingiz, hayli salomat bo'linglar aka. Barakasini bersin. Keling aka, ozgina chaproqga. Bo'ladi aka. Assalomu alaykum aka. Qanaqa benzin qo'yamiz? Va alaykum assalom. Hormang. Aka, qanaqa benzin qo'yamiz? 95 polni bak. 95 polni ochinglar. Hozir Mavridim ekan, ha? Tinchlikmi ukam? Zarur bo'lsa ko'tarib gaplashavering. Yo'q aka, zarur emas. Abu, telefonga so'rashyapti. Hozir. Assalomu alaykum aka. Bor aka, bor, 95 kelaveringlar. Bo'ldi, xo'p. Akaxon bo'ldi. Zarurat bo'lsa kelib turaverasiz, xizmatdamiz. Boyagi telefon qilgan inson ham sizga zaruratdan telefon qilgan bo'lsa kerak ukam. Aka, dadam o'zi doim bemavrid telefon qiladilar. Ukam, hozir otangiz telefon qildilarmi? Ha, dadam doim ish ko'pida tindirmay telefon qiladilar aka. O'zi bir hafta oldin bordim aka ko'rishga. Bilmayman endi, har kuni borish kerakmi? Ishdagi odam bo'lsam. O'g'lim, yaxshimisan? Ishlaring qalay? Ozgina ovozingni eshitib, hol-ahvol so'ray degandim. Joning sog'mi? Men tinchman. Bemalol ishlaringda qal o'g'lim. Men seni yaxshi ko'raman. To'g'ri ukam. Ota-ona oldiga har kuni borish shart emasdir. Lekin ular seni har kuni kutadilar. Men ham ilgari keyin boraman, keyin gaplashaman deb yurardim. Shunaqa keyinlar bilan ota-onamni eng zarur paytlarni o'tkazib yubordim. Ota-ona seni har kuni kutadi. Ammo bir kun kelib sen yetib boraman deganingda ular kutmay qolishlari mumkin. Ota-ona seni hech qachon foyda uchun sevmaydi. Ular seni puling, mashinang, lavoziming uchun emas, shunchaki farzandliging uchun yaxshi ko'radilar. Dunyo seni ming sabab bilan unutadi, lekin ota-onang bitta sabab bilan seni kutadi. Boylik merosda emas. Boylik echkini ochsang seni kutib o'tirgan ota-onang borligidadir.